Assalomu alaykum. Professor Abdumajid Madrahimov kanali muxlislari. Sizlardan juda minnatdorman. Chunki obunachilarim 1300 dan oshgan. Har kuni deyarli 50 dan 100 tagacha muxlislar men yozgan ko'rsatuvlarni tomosha qilishmoqda. Ayrim faollar o'z fikr mulohazalarini aytyapti. Muxlislarimdan biri fidoyi olim, pedagogika fanlari nomzodi Jumavoy Rahimov kitobini qayerdan sotib olish mumkin deb savol berdi. Ochiq men bu savolga javob bera olmayman. Jumavoy Rahimov kitoblari eng ko'p tiraji 20 ming, eng kami 3 ming nusxada chiqqan ekan. Bu salmoqli kitoblar. Muallif, ilmiy jamoa ancha mehnat qilishgan. Biz ularga Amir Temur, Bobur, Mirzo Ulug'bek, Jaloliddin Mangu to'g'risidagi kitoblari uchun muallifga va tavsiya qilgan jamoaga rahmat deyishimiz mumkin. Endi biz hozir ustozlar Hamidilla Boltaboyev, Omon Bo'riyev, Vahob Rahmon va boshqalar bilan Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasini yangi 3-nashri ustida ishlayapmiz. Bu ish jarayonida ancha savollar paydo bo'lyapti, chunki Zahiriddin Muhammad Bobur merosi boy, kulliyoti nashr etilgan bo'lsa ham unda hamma asarlari qamrab olingan deyishimiz qiyin, chunki arifmetikaga oid asari bor deydi. Ustoz Vahob Rahmon taqdiy to'g'risida bir risola yozilgan deydi. Keyin Muhammad Solihni Shayboniy nomi asarida Zahiriddin Muhammad Boburni Samarqand ahliga murojaati bayon qilingan va Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti faoliyati Farg'ona, Movarounnahr, Kobul, Xuroson, Pokiston, Hindiston hududlarini, hatto boshqa o'lkalar hududlarini qamrab oladi. U yerdagi joy nomlari, jonivorlar, odamlar, illatlar, umuman Zahiriddin Muhammad Bobur ijodini Boburid.uz xalqaro platforma ishlash jarayonida va Bobur qomusini yaratish jarayonida bu buyuk zotni merosi boyligini, qamrovi kengligini, hali ularni xalqqa taqdim qilishdagi umumiy taomillar ishlab chiqilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Chunki bitta jo'g'rofiy hudud endi hind tilida boshqacha aytiladi, fors tilida boshqacha, bizni tilimizda o'ziga xos. Shu tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Lekin bir boburshunos sifatida rahmatli Ustoz Hasanov boshchiligida jamoa yaratgan Boburnamani 2002-yilgi nashrini men eng yaxshi nashr deb bilaman. Endi unda 2,5 ming xato bor degani endi bu mubolag'aning yuqori darajasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi men bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan fikrim, Boburnamani oxirida musavvada avroq yozadi kim degan jumladan boshlangan ma'lumotlar bor. Endi musavvada avroq degani, musavvada degani qoralama degani. Shu qoralama yoki muallifi avtografi deydi. Keyin endi uni oqqa ko'chiradi. Navoiy asarlarini ham oqqa ko'chirishgan va yoniga bayoz, oq, to'g'rilangan degan so'zlar yozgan. Endi shu musavvada avroq to'g'risidagi ma'lumotlarni o'qib, men avval Boburning chevarasi
shahzodalikda Sulton Salim deb nomlangan. Keyin taxtga chiqqan Nuriddin Muhammad Jahongir nomini olgan. 4-buyuk Boburiyning Tuzuki Boburiy yoki Jahongirnoma degan asarini o'qigan edim. Inglizcha tarjimasini. Unda Jahongir man katta bobomni kitobini 4 juzvini musavvada qolib ketgan edi, qoralamada o'shani oqqa ko'chirganman. U paytda men turkiy tilni yaxshi bilar edim. Hamda o'sha matnning oxiriga bu juzni o'zim ko'chirganimni yozdim degan so'zlarini esladim va hozir shu Pokistondan olib kelgan Tuzuki Jahongir inglizcha tarjimasini kitoblarini olib qaradim. O'sha so'zlar turibdi va so'zlar oxirida izoh beryaptiki, darhaqiqat Ilminskiy Qozonda nashr qilgan Boburnamani oxirida anchagina ma'lumot bor. Bu o'sha 29-30-yillarga tegishli. Endi bu ingliz olimlari juzv deb 2 varoqni yozibdi. Bu 2 varoq emas. Juzv degani kitobni muqova qilishda qog'ozlari varoqlarini jup-jup qiladi, o'shini buklab keyin muqovaga tikiladi. Ular 2 varoqdan 10 varoq, 12 varoqqacha bo'lishi mumkin. Bu Boburnamani oxirida o'sha Forsoxon Shamsiy va Sodiq Mirzayevlar tayyorlagan matnni oxirida kelgan ma'lumotlar anchagina. Endi ingliz olimlaridan biri Abul Fazl Allomiy va Boburnoma asarlarini qiyosiy o'rgangan shekilli, chunki o'sha Ilminskiy nashrining oxirida musavvada avroq yozadi kim deb Zahiriddin Muhammad Bobur to'g'risida 2 betcha material keltiriladi. Endi bu materiallar boy, xilma-xil. Men o'ylayman, ularni Jahongir yordamchilariga aytib yozdirib yig'dirgan bo'lsa kerak yoki mana shu paytda Akbarnoma asari tugallangan bo'lsa undan olish mumkin. Lekin Jahongir Boburnamani qayta ko'chirayotganda Akbarnoma tugallangan bo'lishiga menda gumon bor. Endi o'sha paytda Bobur to'g'risida umumiy ma'lumotlar saroyda bo'lishi kerak. Bu ma'lumotlar ma'lum darajada Gulbadan begim Humoynomasida ham qayd etiladi. Shu jihatdan olganda biz mana shu Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasini mana 3-nashrida mana shu tarix haqiqatni tiklab, mana shu Qozon bosmadagi 4 juzv ma'lumotlarni Shahzoda Sulton Salim bo'lg'usi Jahongir yozganini, buning uchun biz unga minnatdorchiligimiz bildirishimiz kerak. Keyin Jahongir faqat bu 4 juzni yozishdan tashqari shu Bobur dastxatini o'zi bilan olib yurgan va uni Beklardagi Behruzxon Navrozxon ko'rib qolib, kitob bilan tanishib, uni fors tiliga tarjima qilib 1586-yili Akbarga taqdim qilishgan. Bu tarjima bilan tanishib, Akbar uni mukammal emas deb tushunadi va qarindoshi Abdurahimxon Xonon, u ham Boburni chevarasi, o'shanga Abdurahimxon Xonon Salima begim va Bayramxonning o'g'li bu forschani, o'zbekchani yaxshi bilgan, tarjima qildiradi va keyin bu tarjimalar rasmlar bilan bezatib, qo'lyozmalar juda ko'paytiriladi. Demak, Sulton Salim Shahzoda Boburnamani 2-marta fors tiliga tarjima qilishiga ham xizmat qilgan. Undan tashqari Boburnamada Bobur o'z qo'li bilan yozilgan musavvada asar uchun tayyorlangan materiallar sifatida qolgan materiallari
o'zbek tilida tiklab qo'ygani uchun minnatdor bo'lamiz. Endi musavvada avroq yozadi kimda Bobur to'g'risida keltirilgan ma'lumotlarni u yerda Akbarnoma uchun tayyorlangan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Keyin yana Tarixi xonadoni Temuriya degan kitob ham yozilgan. Umuman Bobur, uni hayoti, faoliyati to'g'risida ma'lumotlar Humoyun doirasida, Akbar saroyida va ana shu oilaviy sharoitda ma'lum bo'lishi kerak. Endi bu yerda Jahongir Kobulda bo'lganda Kobuldagi bog'larni sanab o'tyapti va o'sha bog'larni sanaganda 3 ta bog' ayollarga bag'ishlangan ekan. Bittasi Jahon Oro begimga, yana bittasi Akbarni katta onasiga va Jahongirni katta onasiga. Va bu yerda Jahongir taxti shoh degan Bobur qurdirgan, toshdan yo'ndirgan taxt va uni yonida hovuz, endi hovuz uncha katta bo'lmasa kerak, hovuzni eslatadi va hovuzni yonidagi toshda o'sha Bobur mirzoni o'sha hovuz qurdirgani to'g'risida bitik yozilganini aytadi. Men ham o'shanga qarama-qarshi shunga o'xshagan taxt qildirdim, hovuz qildirdim, u yerda o'sha bitik yozdirdim va o'zim ajdodlarimdan Sohibqiron Amir Temurgacha hammasini yozdirdim deydi. Umuman 4-chi buyuk Boburiy Nuriddin Muhammad Jahongir hali O'zbekistonga va Jahonga uncha yaxshi ma'lum emas. Endi Jahongir siyosiy kurashlarda qatnashgan va uni otasi bilan urushtirgan yoki shu nima qilgan vazir Abul Fazl Allomiyni halok bo'lishida u ishtirok etgan edi. Bu siyosiy kurash, mana biz Muhtasham 100 yilni ko'rdik, Angliyadagi sulolalarni ichidagi o'zaro kurashlarni ko'rdik. Bu hayotda bo'lib turadi, lekin Sulton Salim shahzodaligida Boburnomani ko'chirgan, Boburnomani forscha tarjima bo'lishiga xizmat qilgan. Keyin o'zi ham ancha vaqt 1505-yildan 1527-yilgacha Hindiston taxtini ushlab turgan. Hozir uni maqbarasi Pokistonning Lohor shahrida juda obod joy. Keyin Kobulni ham Jahongir obod qilgan ekan. Keyin o'sha Tuzuki Jahongiriy kitobida shunday satrlar bor. Meni hayolimda doimo bobom yurti Mavoronaharga qaytish bor va bu imkon bo'lish bilan shu bilan shug'ullanaman degan satrlar mavjud. Endi bunday satrlar Zahiriddin Muhammad Boburda bor edi. Endi bu Akbarda ham bo'lishi, Boburiylar Mavoronaharni o'zini bobo yurtlari deb unga hurmat bildirgan, ular bilan yaxshi aloqa bog'lab turishga harakat qilishgan. Umuman biz musavvad avroqni faqat Sulton Salim shahzoda emas, unga albatta boshqa yordamchilar ma'lumot berganini va oxirgi 4 juz mana shu 29-30-yil voqealari Boburning nomidan u shahzoda tomonidan tiklangan deyishimiz mumkin. Oxirgi ilova o'sha shahzodani tashabbusi bilan shu Bobur to'g'risida ma'lumotlar qo'shilgan. Umuman hozir Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi ustida qizg'in ish ketyapti. Bu ish jarayonida anchagina yangiliklar bor. Hozircha 1-jildi namunasi tayyorlandi. Xudo xolasa Bobur muxlislari ko'p yangiliklar bilan oshno bo'lishadi. E'tiborlar uchun rahmat, salomat bo'linglar.